Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni sog'lom turmush tarziga keng jalb qilish maqsadida yurtimizda sport sohasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari ham bu borada muhim o'rin tutadi. Ana shunday musobaqalarning navbatdagisi O'rta-Chirchiq tumanida bo'lib o'tdi. Futbol bahslarining final uchrashuvidan muxbirimiz xabar qiladi. Futbol uchrashuvlari 20 daqiqadan iborat 2 taym asosida tashkil etildi. Dastlab maydonga Beshboy hamda Jang'aboy mahallalari jamoalari tushib 3-o'rin uchun bahs olib bordilar. Uchrashuvda Beshboy jamoasi uzoq vaqt davomida 1-0 hisobida oldinda borayotgan edi. Biroq o'yin yakuniga yaqin Jang'aboy jamoasi muvozanatni tiklashga muvaffaq bo'ldi. Murosasiz va qizg'in kechgan o'yin g'olibi penaltilar seriyasida aniqlanishi oydinlashdi. Futbol lotereyasida omad Jang'aboy jamoasiga kulib boqib 3-o'rin uchun bahsda ushbu mahalla yigitlari ustun keldi. Final bahsida esa Toshloq mahallasi hamda Boyovul mahallasi yigitlari maydonga tushdi. Har ikki jamoa g'alaba uchun bor kuch va imkoniyatlarini ishga soldi. Finalga yetib kelish bahslari qanaqa bo'lib o'tdi? Qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Finalga yetib kelish juda ham qiyin bo'ldi. Gruppada qolib ketishimiz ham mumkin edi. Shu iroda ko'rsatdik, ikkinchi o'rin bilan chiqdik-da gruppada. O'zi sportchilar bormi? Yo hamma har xil sohadan kelganmi? O'zingiz qaysi sohadansiz? Hamma har xil sohadan kelgan. O'zim ham oddiy anaqa ishiman, zavodda. Anaqa professional futbolist yo sportsmen yo'q bizda. Hammasi o'zimiz oddiy joydagi bolalar. Bu Davlat xavfsizlik xizmati kubogini o'rni qanaqa bo'lib o'tadi? Bo'sh vaqtini boshqa narsalarga sarflamasdan mana sportda o'tkazishga juda ham muhimda. Sog'liq uchun ham har tomonlama yaxshi. Keskin va murosasiz kechgan uchrashuvda Toshloq jamoasi a'zolari keskinroq harakat qilib 1-0 hisobida g'alabani qo'lga kiritdilar. Shu tariqa Toshloq mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi musobaqaning tuman bosqichi g'olibiga aylanib, Toshkent viloyati bosqichida O'rta-Chirchiq tumani sharafini himoya qiladigan bo'ldi.